Ol ich. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi senga? Nimaga bunaqa tushkun holatdasan? Farzandingni o'ylayapsan, bilvonman, lekin bu degani butun umr faqat yig'lab o'tish kerak degani emas-ku. Sen farzandingga qay darajada kuchli energiya berishingni bilasanmi? Seni bu yig'lashlaring, bu ko'z yoshlaring, tunlarni bedor o'tkazishlaring seni farzandingni yana ham orqaga ketkazishini xabaring bormi? Yo'q, sen bu narsani bilmayapsan. Sen yig'layapsan, har kuni seni ko'rsam yig'laysan, hayotni qizig'i qolmadi deysan. Lekin shu sinovlarni bergan Alloh senga juda ham katta kuchni berib qo'ygan-ku. Hammasini yechimi bor. Faqat sen negativlardan tozalan, hammani eshitaverma. Internetga kirib bo'lar bo'lmas og'ir diagnozlarni ko'rma. Har bitta narsani yechimi Allohdan va sen kuchli ixlos qilishing kerak. Sen kuchli bo'lishing kerak. Faqat farzandingga qarab, bo'layotgan o'zgarishlardan xursand bo'lishing kerak. Ana o'shanda katta o'zgarishlarni olasan. Hamma narsaning yechimi bor. Faqat sen siqilma. Sen farzanding uchun ham kuchli bo'lishing shart, irodali bo'lishing shart, bilimli bo'lishing shart va farzandingni oldida bir sen turibsan, yolg'izsan. O'zingni qo'lga ol, harakatni boshla.